Assalomu alaykum, Islom Ustos kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. 2 arkali darvozamiz xudo xolasa juda ham joyiga chiroyli o'rnashdi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Islom Ustos sizlarning xizmatlaringda. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Hurmatli aka-ukalar, bu darvozamizni sizlarga ma'lumot qilishdan oldin bitta like tugmasini bosib, ishlarimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, videolarimizni ulashib qolasizlar, hurmatli aka-ukalar. Darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 4 metr bo'ldi, bo'yiga 3,5 metr, 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. Yarim 2 qavatli darvoza, hurmatli aka-ukalar. Endi bu darvozamizni materiallariga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 8x8 ikkilik stenka bo'ldi, hurmatli aka-ukalar. Profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stena. Listlarimiz 1 o'chilik. Двойной barglis bosilgan ustiga. Xudo xolasa hamma yo'g'i bexijolat. 2-2larimiz ham 1,5lik. Mana haytek hisoblarini qo'yib berganmiz, hurmatli aka-ukalar. Mashina o'tadigan joylari 8lik shibiller bo'lgan. Kraskalarimizga javob beramiz. Kraskalarimizga 5 yil garantiya, hurmatli aka-ukalar. Kraskalarimizni ko'rib turibsizlar, juda ham ideal holatda, quyoshda, yog'ingarchilikda o'zini holatini yo'qotmaydi. Zamoklarimiz zubr zamok, eshigimiz 80 sm ochiladi. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 850 ming so'm, 900 ming so'm tayyorlab beryapmiz, hurmatli aka-ukalar. Orqa holatini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, zamoklarimiz ochilib yopilishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Zamogimiz darvozamiz orqa qismi. Orqadan alohida qulf qo'yadigani bor. Mana orqa holati, hurmatli aka-ukalar. O'rtalari sentr zamok qilib berdik. Orqalari ham xuddi shunday jimir-jimir bo'ladi. Darvozamiz to'shni urvenga o'rnashdi, hurmatli aka-ukalar. Qayerga olib kelib qo'ysa, mana shu joyda turadi. To'shni, xudo xolasa, egalariga hamisha yaxshi kunlarga nasib qilsin. Soyibjon akamiz Rossiyada turib zakaz berishgan edi. Hurmatli aka-ukalar, bir darvozamni materialni ko'rib, yo boshqa qilib zakaz bergani yo'q. Bizga shunday labzimizga ishonib zakaz berishdi. Mana xudo xolasa, ko'ngillarida qilib olib kelib o'rnatib berdik. Uydagilar qabul qilishib oldi, akalari hammasi bir qator tekshirib qabul qilishib oldi, hurmatli aka-ukalar. Bexijolat aldab ketadi, boshqa qiladi degan narsa yo'q. Bizda xudo xolasa kelishilgan materialda tayyorlab beriladi. Holatiga bitta baho berib qo'yasizlar, aka-ukalar. Bu darvozamizni Baliqchi tumani Jarqishloq mahalla fuqarolar yig'iniga olib kelib o'rnashtirdik. Kraskalarimiz mokr asfalt matvi kraska bo'ldi, aka-ukalar. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar. Videolarimizda darvozalarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozib qoldiravering.